Beshinchi mustaqil ishimiz mavzusi ijtimoiy injeneriyada hujumlar tahlili. Ijtimoiy injeneriya bu inson ongiga ishonchli va xulq-atvorga ta'sir qilish orqali ma'lumot kirish yoki harakatlash manipulyatsiyasini qilish sanoat va fanidir. Texnik jihatdan murakkab eksploatatsiya emas, balki odamlarning xavotirlari va ijtimoiy mexanizmlardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Ushbu taqdimot maqsadi ijtimoiy injeneriya hujumlarining turlarini, ularning anatomiyasini, hujumchilarning psixologik usullarini, zaiflik manbalari va samarali himoya choralari chuqur tahlil qilib chiqiladi. Ijtimoiy injeneriya bu nima? Ijtimoiy injeneriya odamlarni aldash orqali ma'lumot yoki kirishga erishish usullarini jamlovchi tushuncha. Texnik jihatdan quyidagi qirralarga ega. Birinchisi bu manipulyatsiya. Ijtimoiy bosim, ishonch va darhol javob talab qilish orqali insonni noma'lum harakatga undaydi. Ikkinchi, ma'lumot yig'ish. Oldindan yig'ilgan ochiq manba ma'lumotlarni hujumni samarali qiladi. Hujumni oqimi, rekognitsiya, aloqa o'rnatish, ishonchni qozonish, soxta so'rov yoki eksploatatsiya, foyda olish. Ta'sir sohalari: korporativ axborot xavfsizligi, moliyaviy operatsiyalar, shaxsiy identifikatsiyalar, ichki tizimlarga fizik kirish, shu kabilar kiradi. Ijtimoiy injeneriya texnologiyalari phishing, malverlar bilan kombinatsiyalangan kuchli va tezkor xavf hisoblanadi. Shu bois ehtiyot choralarini ko'rish zarur bo'ladi. Eng keng tarqalgan ijtimoiy injeneriya hujum turlari. Birinchisi phishing, elektron pochta yoki xabar orqali foydalanuvchi soxta sahifaga yo'naltirish. Maqsad moliyaviy ma'lumot yoki zararli foydalanish olish. Pirotexnik, soxta seansi, masalan, texnik qo'llab-quvvatlash yoki bank xodimi orqali foydalanuvchidan ma'lumot olish. Broting, jismoniy yoki onlayn jazo, bepul dastur, flash xotira orqali qurilmaga zarar yetkazish, faylni o'rnatish. Quid pro quo, yordam yoki xizmat evaziga ma'lumot yoki aksess so'rash, masalan, bepul yordam taklif evaziga parolni olish. Keyingisi, oxirgisi, ruxsatsiz shaxsni fizik ravishda xavfsiz zonaga kuzatib kirish, yopiq eshikni ochib turish yoki soxta ID bilan kirish hisoblanadi. Bular turlari hisoblanadi. Phishing hujumlari anatomiyasi va misollar. Phishing hujumlari ko'pincha qat'iy struktura va bosqichlarga ega. Quyidagi tahlil hujumning umumiy annotatsiyasi real misollar unga qanday javob berish mumkinligini ko'rsatadi. Birinchi, hujumchi ijtimoiy profil, ish pozitsiyasi va kompaniya tizimlari haqida axborot to'playdi. Linkal, Twitter kompaniyasi saytlari, OSINT manbalari. Ikkinchi, soxta pochta yaratib, ishonchli brend, rahbar yoki hamkasbni kelgandek ko'rinadi. Personalizatsiya ochish darajasini ko'rsatadi. Uchinchi, foydalanuvchi havola bosishiga, fayl yuklab olishga yoki ma'lumot kiritishga undaydi. Qo'rqitish va xavf-xabar keng qo'llaniladi. To'rtinchi, agar maqsadga erishish, hujumchi kirish ma'lumotlarini ishlatadi, lateral hamkorlar bajaradi va moliyaviy firibgarlik amalga oshiriladi. Real misol: bank nomidan yuborilgan soxta invoice, foydalanuvchi havolani bosadi, kirish ma'lumotlarini kiritadi, hujumchi esa darhol akkauntni o'chirib qo'yadi yoki pul o'tkazadi. Xulosa: e-pochta, elektron pochta autentifikatsiya, ko'p faktorli autentifikatsiya va xodimlarni muntazam tayyorlash zarur bo'ladi. Keyingi rejamizga keladigan bo'lsak, pirotexnik va boting qanday ishlaydi va qanday himoyalanish kerakligini ko'rib chiqishimiz mumkin. Bunda ham oldin kirish haqida, keyin unga qarshi autentifikatsiya yoki parol qo'yish jarayoni ko'rsatib o'tilgan. Keyingisi quid pro quo. Bu xizmat evaziga ma'lumot olish taklifi. Targeting esa fizik xavfsizlikni aylanib o'tish. Ikkalasi ham korxona infratuzilmasiga jiddiy xavf tug'diradi. Hujumchi bepul IT yordamida yoki litsenziya taklif qiladi, qayerdadir foydalanuvchiga login yoki ruxsat so'raydi. Natijada o'g'irlanadi yoki zararli dastur o'rnatiladi. Har qanday tashqi xizmat takliflari uchun rasmiy tekshiruvlar, vendor identifikatsiya va ichki protseslar orqali rozilik talab etilishi. Xodim eshikni ushlab kompaniya binosiga kirishga ruxsat beradi. Hujumchi esa noma'lum shaxs sifatida jismoniy kirish imkoniyatiga ega bo'ladi.
Hujumchilarning psixologik manipulyatsiya texnikalari. Bular ijtimoiy injeneriyaning muvaffaqiyatli ko'pincha psixologik prinsiplar hisoblanadi. Darhol harakat qilishga kerak, stressni oshirib, aniqlik va tekshiruvlarga vaqt qoldirmaydi. Rahbar yoki rasmiy organ nomidan murojaat qilib, tadqiq qilish yoki qaror qabul qilishni osonlashtiradi. Bepul sovg'a yoki yordam taklif odamni javob qaytarishga undaydi. Bu ma'lumot berishga olib keladi. Ko'plik qilayotgan haqida signal berish foydalanuvchini xato qaror qabul qilishga majbur qiladi. Cheklangan takliflar yoki imkoniyatlar odamlarni tezroq va kamroq tekshirib harakat qilishga undaydi. Xodimlarni ushbu prinsiplar asosida simulyatsiya bilan ta'minlash, hujumlarni aniqlash va rad etish ko'maklarini yaxshilanishning eng samarali yo'li hisoblanadi. Bu hujumlarning psixologik, ya'ni manipulyatsiya qilish jarayonlari hisoblanadi. So'ngida xulosa va asosiy tavsiyalar bu hujumlarga qarshi ijtimoiy injeneriya zamonaviy xavfsiz muammolarning imkoniyatli elementlari, unga qarshi kurashish inson jarayonini tezlashtiradi. Shu bilan e'tiboringiz uchun rahmat.